Assalomu alaykum. Navbatdagi joyimizni o'lchab oldik. Hop, Vodiy bo'yicha eng katta kanalli yurtarkanlar Izzat akammiz. Vodiy bozor kanalining asoschilaridan. Razmerimiz eni 390 ga, balandligi 355 bo'ldi. Xudo xolasa 15 kun ichida olib kelib o'rnatib beramiz. Kimga avtomatik darvoza xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bundan keyin Andijon bog'i Shamolga borib, razmer olib qaytamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Toshli Qirg'izistonning toshi ekan bu. U ham akamiz erinmasdan polnisda tosh qilib chiqdilar. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Darvozaxona ham ikkita bo'lgan. Bu yoq avtomatikaga, nerga tomoni to'g'ri darvozaga asosiy kirishi to'g'ri darvozaga mo'ljallagan ekanlar. Ekshilab ayollar, Vodiy bozor kanal asoschisi. Kanalda qancha odam bor dedingiz? 910 ming. 910 mingta. Gap bo'lishi mumkin emas. Namanganliklar qadrlar ko'p namanganliklar. Vodiy. Xudo xolasa o'rnatib ham reklamaga qo'l beraman sizlar. Chiroyli qilib olib kelib. Bu yerdagi joyda bitta muammo bo'lgan. Orasida ochiq joy qolgan. Unga 5 qo'yib, tevalarni ham chiroyli qilib yopib beramiz mana shu toshga moslab. O'rnatganimizda videosini qo'yamiz.